Bog'shamol hududida bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. 9 qavatlik novostroyamiz 7-qavatda bo'lyapti. 85 metr kvadrat kirish qismimiz chiroyli prixo'ja mebel qilingan, ajoyib tryum qilingan. Sanuzullari alohida. Sanuzuldan boshlaymiz. Alohida dush kabina bo'lyapti. Kirish mashina uchun joylar tashab ketilgan. Bu yer alohida hojatxona. Uyimiz atachenta bo'lyapti, remonti, yevro remont. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona. Полноценный 3 xona bo'lyapti. Bezgulxoy, hamma xonalarda deraza mavjud. Shkaf zona, turma zona bo'lyapti. Bu yerda esa oshxonamiz. Kuxonda mebel krashini qo'ygan. И oshxonamizga ham balkon mavjud. Isitish tizimi cho'pli pol bo'lyapti. Bu yerda bitta bolalar uchun yotoqxona, 2 kishilik shkaflar bilan. И partachasi ham bor. Keyingisi mehmonxonamiz. TV zona. Ajoyib klassik remont bo'lgan mehmonxonamizga chiroyli mehrlar berganlar. Bog'shamol hududi orientir налоговый inspeksiya bo'lyapti. 85 metr kvadrat, 7-qavatda kadastr hujjatlari bor. 2000 AQSh dollar so'rayapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumotni pastda nomeraga qo'ldiraman. Ilohim hammamizga mana shu chiroyli uylar olishni nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa, like bosib, podpiska bosishni esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.